Buxoroning eski shahar qismida joylashgan Masjidi Kalon rivojlangan va so'nggi o'rta asrlarning o'ziga xos me'moriy inshooti bo'lib, 1121-yilda bunyod etilgan bo'lsa, 1514-yilda u qayta qurila boshlagan va 16-asrning o'rtalarida uning bunyod etilishi yakunlangan. Uning o'rnida dastlab Qaraqoniylar sulolasi hukmronligi davrida Juma masjidi bunyod etilgan. Shayboniylar davrida esa u Masjidi Kalon sifatida qayta qurildi. Masjidning hozirgi ko'rinishi Shayboniylar sulolasiga mansub xonlar tomonidan bunyod etilgan. Me'moriy obida masjid vazifasini bajarish bilan bir qatorda yetim yesir, darveshlar va musofirlar uchun boshpana vazifasini o'tagan. Me'moriy obidani bunyod ettirgan shaxslar haqida gapiradigan bo'lsak, inshootning ko'pgina qismlari Ubaydullohxon, Abdulazizxon va Abdullaxon davrida qurilgan. Abdulazizxon 1509-1507-yillarda Shayboniylardan, Ubaydullohxonning o'g'li Xorazm hokimi 1538-1539-yillari. Otasining vafoti 1540-yildan so'ng mamlakatda ikki hokimiyatchilik yuzaga kelib, Abdulazizxon Buxoro xoni 1540-1500-yillar oralig'ida, Qo'chqinchixonning o'g'li Abdulatifxon esa Samarqand xoni 1540-1551-yillarda bo'lgan. Abdulazizxon o'z hukmronligi davrida davlat va aholi manfaatlarini ko'zlab qator islohotlar o'tkazgan. Ayrim soliqlarni bekor qilgan. Buxoro atrofini yangi devor bilan o'rashga kirishgan. Uni Abdullaxon ibn Iskandarxon bitkazgan bo'lib, 20-asr boshlarigacha saqlangan. Bundan tashqari u Buxoroda madrasa, ulkan kutubxona, Bahovuddin Naqshband qabristonida xonaqohlar bunyod ettirgan. Bugungi kundagi ahamiyati 1997-yil Buxoro shahrining 2500-yillik yubileyi munosabati bilan masjid qayta rekonstruksiyadan chiqarildi va atrofi ko'kalamzorlashtirildi. UNESCO tashkilotining Butunjahon yodgorliklari ro'yxatiga kiritildi. 2000-yil 30-avgustda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir deb belgilab qo'yilgan me'yor ham tarixiy obidalarning huquqiy kafolati hisoblanadi.